Xiva shahridan Kaldun rayonidan ijroiya do'kon bor, ajoyib mebellari bilan. 2 xona addini xolasangiz addini olsangiz bo'ladi, xolasangiz birga qo'shib olsangiz ham bo'ladi, ijroga beriladi. Birisi 3 metr, 6 metr, yana birisi 2,5 metr, 6 metr. Issiq suv, sovuq suv, gaz, svet, hamma narsa sharoitlari bor. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz, xolasangiz telefon urib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Do'kon uchun, xizmat ko'rsatish uchun, masalan, sartaroshxona, tikuvchilar hamma tadbirkorlik yo'nalishi uchun mos. Sentralniy yo'l ustida, Kaldunurni yo'lida, mana tarafda Kaldunur rayoniy больницаning yo'li. Shahar markazida do'kon ijrochilari tashakkur qilamiz. Do'konimizda morozelnik, xolodilnik, konditsioner va mebellarimiz mavjud. Xohlasangiz mebellarni olib tashlaymiz, xohlasangiz mebellardan foydalanishingiz mumkin. Telefon orqali narxini kelishib olsangiz bo'ladi. Ikkita do'konimiz 1,5 million so'mga beriladi ijaraga.